Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Latifaga o'xshagan bir hikoya bor. Men hozir aytib beraman va siz buni eshitarkan o'zingizni hayotingiz bilan taqqoslaysiz va xulosa chiqarasiz. Men ham xuddi shunday qildim va foydasini ko'rdim. Xullas kalom bir zakiy odam bir guruh odamlarga mahalladagi bir latifa aytib beribdi. Odamlar o latifaga kulishibdi. Ertasi kun kelibdi, debdiki men sizga yana bir latifa aytib bermoqchiman. Odamlar juda xursand bo'libdi. Maza qilamiz kechagidek debdi. Kecha aytgan latifani yana takrorlabdi. Bu gal u odamlarning orasiga qo'shilgan bitta-ikkitasi kulgan bo'libdi, qolganlari miyig'ida bir tabassum qilibdi, lekin bir kun avvalgi qahqahalar otib kulish yo'q. Oradan yana bir kun o'tibdi. Zakiy odam yana kelibdi va debdiki, do'stlar, bir latifa aytib bermoqchiman. Hamma rozi bo'libdi. Yana o'sha latifani takrorlabdi. Bu safar hech kim kulmabdi, balki bir qadar ajablanishibdi. Buni ahli joyidami, nega har kun bir latifani takrorlaydi deb istihola qilib, buni sababini so'rashmabdi, ammo ichlarida bunday fikr o'tibdi. Oradan kunlar o'tib, odam yana mahallada paydo bo'libdi. Mahalla ahli to'planib turgan joyga boribdi va debdiki, bir latifa bor deb yana o'sha latifani takrorlashni boshlabdi. Bu gal hamma unga nima qilibdi? Qovoq uyibdi, boshqa bo'libdi. Birodar, sen sog'liging joyidami? Haftalardir bitta latifani takrorlagan. Yo biz buni anglamaganimiz bir hikmati bormi? Boshqami? Siz buni bizga bir qadar tushuntira olasizmi degan ma'noda. Zakiy odam aytibdiki, ajab. Bir latifaga bir martadan ortiq kulmayapsizlar. Ikkinchi marta biroz tabassum qildingiz, uchinchi marta hech kulguli tuyulmadi. Lekin nega bir dard kelsa, u dardni deb qayta yig'laverasiz, dodlaverasiz, voydod deyaverasiz. Nega bir yaxshi narsaga, bir kulguli narsaga, kuldiradigan narsaga bir martadan ortiq kulmaysiz-da, yig'latadigan narsaga umringiz davomida yig'lab yurasiz? Buni hikmatini hech o'ylab ko'rganmisiz? deb savol bergan ekan. Men bu savolni sizga ham bermoqchiman. Ayni zamonda o'zimga ham beraman. Nega unday qilamiz? Nega bir kulguli narsaga, kuldiradigan narsaga bir marta, jaqursa 2 marta kulamiz? Keyin kulmaymiz. Keyin oddiy narsa tuyuladi. Lekin nega bir iztirob, bir yig'latadigan narsa uchun qayta iztirob chekishda, ko'z yosh to'kishda inson davom etadi? Bu haqida o'ylab ko'rasiz degan umiddamiz. Mana shunaqa aytib bermoqchi bo'lgan kichkinagina bir latifa sifat bir hikoya, ammo bu latifa sifat hikoyani tagida o'ylaymanki balki anglab yetishimiz kerak bo'lgan, anglab yetishga qiynalayotganimiz hayotni bir haqiqati yotgan bo'lsa, insonni bir ojizligi yotgan bo'lsa, toqatsizligi yotgan bo'lsa, ajabmas. Aziz boshi zamon yo'llaringiz ravon, yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.